Assalomu alaykum dunyodoshlar. Kamera Pivotda juda ko'p odam so'raydi, ko'proq ma'lumot bering, ko'proq ma'lumot. Juda ham oddiy. Qanot sozlashni ko'rsatganman YouTube'da. Masalan, TradingView'da ko'rsataman. Mana Hems bugungi kunda olamiz. Hemsni qarasalaring, Hems pre-marketda R4 atrofida edi. R4 yo tepaga ham pastga short qilasizlarmi? Har doim 4 bilan 6 ni atrofida bo'lsa, ko'proq squeeze bo'ladi. Mana watchlistimga kiradi. Yillik chartga qarayman. Yillik chartga oldingi supportda tepasida yana bitta plus ikkinchisi kamera pivot qarasalar ham kamera pivot R4 tepasida. Demak, R4 atrofida trend bo'lyapti pre-marketda. Bu degani yana bitta plus. Kechagi high'da R6 bilan R4 atrofida. Bu ko'pincha squeeze. R volume'ni qarasalar, R volume juda ham kuchli. Bugun shu sababli bugun Hemsni ko'rsalar, bugun savdo qildim, ko'rsataman real time'da. Ochilishda mis qildim, ochilishda qilmadim savdoni, chunki Tesla'ni qildim. Uncha o'xshamadi Tesla. Lekin pullback'ida R4 da oldim. O'tgacha kutam, почти 30 sent har bitta kontraktdan foyda ko'rdim. Shu $30. Bu Hems uchun katta. Shunaqa.